Endi bitta iPhone telefonni puliga 2 kishi umra safariga borsa bo'lar ekan do'stlar. Centrum Holidays'da bosh ofisga yetib kelganman. Akamiz aytayaptilarki, uka bitta iPhone telefonni puliga endi 2 kishini umra safariga jo'nataman deyaptilar. Hozir to'liqroq ma'lumot olib beraman. Video davomida bir dona like bilan kanalga podpiska bosib, videoni oxirigacha ko'rishlaringni maslahat beraman. Aka, assalomu alaykum. Charchamasdan, Tarjoningiz sog'mi? Simiz aka? Xudoga shukr. Aka, bitta iPhone'ni puliga 2 kishini umra safariga jo'nataman deyapsiz. Shu gap rostmi aka? Avvalo assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqda ko'rib turgan hojona, hojatalarim omonmisizlar? Hozirgi paytda iPhone 17, 500 men o'zim kecha kun tanishimizga oldik, 17 Pro Max oldik, 512. iPhone 17 Pro Max 2100 ga oldik. 1050 dan to'g'ri keladi. 1050 dan. 1050 dan. Mana shu oyda oktyabr oyini oxirida hamma reyslarimiz 1050 ga qilib qo'ydik. Noyabr oyigacha aka. Noyabr oyiga 1100. Noyabr oyiniki 1100, oktyabr oyiniki 1050 dollar. 1050 dollar bo'lib. Hozir yoshlarning ichidagi bitta g'alva borda, kim pul topsam iPhone 17 olsam degan maqsad bo'lib qolgan. Uni o'rniga yaxshi niyatda shu pul topsam ota-onamni umra safariga jo'natsam degan narsa yo'q yoshlarimiz ichida aka. Men narsani yosh bo'lib turib ham aqllilik qilyapti deyishmasdan. Siz iPhone'ni olib, men filmda mana bo'limni boshlig'i. Mesela mana shu telefon menga kerak. Kerak. Mana shu telefon bo'lmasa, meni ishim tezroq bitmaydi. Menga shu sabab shu, ish bitmasligi. Yoshlar, kimga maqtanmoqchisiz? Shu. Instagram faqat aka. Ota-onangizni xursand qilish yaxshimi yo qadri bitta insonga, qadri yo'q deganda qo'pol chiqib ketgan bo'lishi mumkin, lekin mana bitta qizgan. Yo o'rtoqlarimiz bitta iPhone 17 degandan ko'ra ota-onangizni umra safariga jo'nating. Ushbu yoshlar, masalan, mendan yosh insonlar, masalan, 15-16 bolalari ham pul to'playapti, ushbu topyapti. Lekin uyga borib bunday qarasiz, ota-onasi umraga bormagan, Ro'zg'or o'rtacha. Undan ko'ra, xo'p, umraga bormasdan, bormang umraga, mayli, mendan bormang, boshqa firmadan boring. Bo'p, jo'natmaysiz ham mayli. U sizni ixtiyoringiz, ota-onangiz. Lekin ota-onamiz uchun qilaylik. Men uka o'zimiz telefon magazinimiz ham bor. O'zingiz bilasiz, telefon magazinimiz ham bor. Juda ko'pchilik keladi. Oila sharoitini ham bilamiz. Xo'p, pul o'zingizniki, men qarshiligim umuman yo'q. Lekin ota-onamiz birinchi bo'lib xursand qilaylik. To'ppa-to'g'ri aka. Bu dunyoga keltirgan ota-onamiz, oq taraf oq yuvib yemaganini yedirgan ota-onamiz. To'ppa-to'g'ri. Men hammaga gapirganim yo'q. Bu gap hammaga tegishli emas. Hozir video kimlargadir yetib boradi, gap egasini topadi. Do'stlar, oktyabr oyi 1050 dollardan, eshitlang, noyabr oyi 1100 dollardan umra safariga borish imkoniyati bor. Aka, maqsadga o'tsak, hojilarimiz ko'p kutilmagan holatda Saudiyadagi sharoitda bitta ozgina jichchadan sharoitlarni aytib bersiz aka. Gatsitsasi, masofasi, bo'ldi. Men o'shani to'liq qilib aytib bersam, hozirgi paytda Samarqanddan, Toshkentdan, Andijondan, Namangandan, Farg'onadan reyslarimiz bor. Reyslar qatnovi bor aka. Xudo xolasa shu oyda oxirigacha ham reyslarimiz bor, joylarimiz bor. Toshkentdan boshlasak, Toshkent, Jidda, Toshkent, Madina. Aeroportda o'zimiz ishchilarimiz chiqib, so'mka, kamzil, bejik berishadi. Undan tashqari Madina ham Navaraga yetib borishganda 200-300 metr olovda gassitsamiz bo'ladi. Undan tashqari u yerda 2 mahal issiq taomlarimiz bo'ladi. Eng asosiysi nima? 50 boshi. 50 boshlarimiz davlat tomonidan berilgan 50 boshlar ham. Undan tashqari o'zimizdan bitta 50 bosh qo'yapmiz. Ikkovlari birga bo'lib, o'sha 50-100 dollarga qarashyapti. Inshaalloh, men xursand bo'lishadi bizdan borganlar. Makka Mukarramada 1,5-2 kilometr oldida gassitsamiz bo'ladi. Undan tashqari 3 mahal milliy taomlarimiz bo'ladi. Ya'ni o'zimiz milliy taomlar. Madina Munawvarada, Makka Mukarramada albatta undan osh sayohatlarimiz bor. Arafat tog'i, Uhud, Jamarot, Qizil dengiz, Rojixiy, Qurmo bog'i, Uhud tog'i, Jamoral Nur. Undan tashqari Qur'on bosmoqxonasi. Ketdi. Arafat ketaveradi sayohatlar inshaalloh 10 dan oshiq. Hammasi bepul, firma tomonidan. Hammasi bepul inshaalloh. Borilganda, masalan, Qizil dengizga borildi. Qizil dengizda biz olib borishimiz bepul. Kemaga chiqish yo boshqa nimadir qilmoqchi bo'lasiz, ular nima? Xurmo bog'ida bir mahal kechki taom qilib beramiz inshaalloh. Pikniklar. Bo'ldi. Do'stlarimizga tushunarli degan umiddaman. Kommentariyaga yaxshi niyatda ota-onamni umra safariga jo'nataman deb amin so'zini yozib ketsin aka. Inshaalloh
yozib ketgan har bitta do'stlarimiz uchun tez kunlarda ota-onasini o'zi birgalikda 3 kishi Saudiya Arabistonining umra safariga borishlik nasib qilsin. Amin. Aka, hozir bizim musofirda kuzatib turgan do'stlarimiz bor. Yaxshi niyatda pul yig'ishyapti. Ota-onamni umra safariga jo'nataman, ota-onam duosini olib qolishim kerak. Yoshliklarda kuch-quvvatlari borligida ibodatga jo'natishim kerak deb kuzatib turgan do'stlarimiz bor aka. Bu do'stlarimiz ham ijtimoiy tarmoqlar orqali aloqaga chiqishsa bemalol bo'ladi aka. Xudo xolasa Rossiyadagi do'stlarimiz, Tojikistondagi qardoshlarimiz bemalol WhatsApp, Telegramda ishlab turibdi. Pastdagi nomerlarga telefon qilish bo'lsa qilasizsan. Bo'lmasa Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqishsa ham o'zimiz call center bolalarimiz o'zlari to'liqroq, bizdan ko'ra to'liqroq ma'lumot berishyapti. Xohlagan savollarga javob olishsa bo'ladi, to'g'rimi aka? Inshaalloh. Aka, keyin ko'pchilik vohadan turib hozir Glanniy ofisi Marg'ilonda, Farg'ona shahar Marg'ilonda turibdi. Toshkentda ham bor. Demak, endi Andijonda yoki Namanganda yo'q-a? Yo'q, masalan, hozir Samarqandda bor, ofisimiz Toshkentda bor va Farg'onada bor. Farg'onada. Bo'ldi. Boshqa joyga hali biz litsenziya ishlasa berganimiz yo'q. Ya'ni shu 3 ta viloyatda Glanniy ofisi bor xolos. Bor. Bo'ldi. Glanniy ofisi yo'q viloyatlar bor. Shular bir dona Zagram pasport evaziga Telegram, WhatsAppdan tashlab bersa, joylab ront qilinsa bo'laveradi. Xolasa bankdan to'lov qilsa bo'ladi. Biz kvitansiya o'zi asli so'mda to'lov qabul qilamiz. Keyin bankdan to'lov qabul qilamiz. Bankka borib pasportlarni berishadi. Qaysi turishimga ketishgan desa, o'shalar biz ba'zan kiritib bersak, shartnoma degan narsa bo'lsa, masalan, men boshqa odam Ilhomi Bahodir. Misol, Ilhomi Bahodir shu turishimga ketadigan narsa chek chiqadi. Bankda o'zidan ham. Bu ishonchni 100% oshiradi ishonchni yanada bizga bo'lgan. Bo'ldi aka, yurtdoshlarimizga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Do'stlar, videoga like bosmagan bo'lsangiz like tugmasini bosib keting. Nima like deyapman? Bu videoni keng tarqalishga siz ham ozgina hissangizni qo'shgan bo'lasiz do'stlar. Inshaalloh bundan keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.